U mozor degani borib bomdodni qazo qilib qo'yayotgan odam yo nasha chekib qo'yayotgan odam borib o'tirib qabrga qarab, "Ey, palonchi" o'zini ismini aytib, "San ham etto-tindiga chekib kelib o'lasan. Chekayotgan nashingga, ichayotgan arag'ingga, o'qimayotgan namozingga nima deysan?" deb xulosa qilish uchun boriladi xolos qabrga. U ha deb boraveradigan joy emas. Rosa erta borsa har hafta boring, bo'lsa 1 oy 2 oyda bir yetadi. Ha deb borilaversa oddiylashib qoladi, qabrda haybat ketib qoladi. Shuning uchun ba'zi bir go'rko'larni qo'yingda, sigaret ko'ringda, sigaret chekib go'rko'ylaydi deb o'ylangda. Og'izda sigaret yoki og'izdan nos go'rko'ylaydi. Nima? Bu degani qabrda unga nasihati yo'q bo'lib qolgan bechoraga. Shuning uchun ha deb ham borib bo'lmaydi. Kelgandaqa qon chiqarlaringni yo'qotinglar, to'xtatinglar. Qon chiqarish qurbonlikda va aqiqada mumkin. Qolgan payt mumkin emas. Ehsonni palon mozorda qilyapti deydi, e'tiqod ham qilib qo'yishadi. Qabristonda ovqat yeyishlik munofiqlik bu. Bu vahobiylik gap emas, chetini ham aytib qo'yaylik. Shunaqa fitnachilar borda, cho'ta shukunloqori deydi. Bir narsalar deyapti u deydi. Bir kun jumada aytdim-da, bir odam keldi masjidga, do'ppisi yo'q. Keldi endi. Kirdi. Nimaga indaysan unga desam, endi gapni ko'ring. Endi gapchilar-ku, u itxo'r o'radi, karom o'tadi-yu. Prosta gunohkor bo'lishyapti-da. Shuning uchun o'shalarga achinaman men.